Asosan bemorlar klinikada xirurglarni izlab kelishadi. Lekin aslida bemorlar anesteziolog reanimatologlarga ham katta e'tibor berib, ularni qidirib kelishga harakat qilishlari kerak. Asosiy operatsiyani olib boruvchi, boshqaruvchi shaxs, ya'ni anesteziolog reanimatolog hisoblanadi. Beldan narkoz va umumiy narkozni tushunishadi. Lekin aslida narkozlar turi juda ham ko'p. Umumiy narkoz, mahalliy narkoz, ya'ni regionalniy narkoz hisoblanadi. Bundan tashqari bemorlarda o'sha ingalyatsionniy, noingalyatsionniy, totalniy, внутривенный narkozlar va TVA plus sedatsiya usulida ketadigan narkozlar turlariga bo'linadi. Bizning klinikamiz boshqa klinikalardan farqi 24 soat anesteziolog, reanimatolog shifokorlar doimo nazorati ostida bo'ladi. Boshqa klinikalarda operatsiyalar o'tkaziladi, lekin 24 soat davomida anesteziolog, reanimatologlar bo'lmaydi. Ya'ni ular oddiy vrachlarga topshirib ketiladi. Ya'ni operatsiyadan keyin bo'ldi, operatsiya o'tdi, operatsiya hammasi yaxshi bo'ldi, bu degani kasal tuzaldi degani emas. Turli xil ekstremniy holatlar kuzatilishi mumkin. Bizda shunaqa slucheniyalar bo'lib qoladi. Mana oddiy terapiya xonalariga bemorlar keladi. Misol uchun, kecha bo'layotgan voqea, mana 3 yoshli bolacha nerpatolog ko'rigiga kelgan vaqtida sudurgi holati kuzatildi. Va zudlik bilan bizni xodimlar tushib, sirazi o'rnida yordam berishdi va kasalning hayoti saqlab qolindi. Bizning klinikamizning boshqa klinikadan yana ustunlik tarafi, sizga tez tibbiy yordam kerak bo'lganida bizning klinikamizdan oddiy feldsher emas, balki professional darajadagi anesteziolog, reanimatolog shifokorlar yetib borishadi.